Filalimizda 50% dagi mahsulotlarimiz obzorini davom ettiramiz. Qo'limdagi ishtonlarimizdan 50% 8 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Qo'limdagi ishtonlarimizdan bo'lsa 10 ming so'mdan xarid qilasizlar. Nachosli bo'lgan chaqaloqlarimiz uchun 4 tali naborlarimizdan 23 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Biz uchun raspishronkasi, palzunkilari 5 ming so'mdan bo'lib ketadi. Teng yarim narxida, hattoki mana bunaqa shapkalari 2,5 ming so'mdan bo'ladi. 25 ming so'mdan sotilgan ichlar nachosli plyonkalarimiz bor yo'g'i 13 mingdan. Chaqaloqlarimiz uchun sayyor yo'lgilarimiz shapkasi bilan bor yo'g'i 20 ming so'm. 150 ming so'mdan sotilgan qiz-o'g'illarimiz uchun Xitoy duvokalar 75 mingdan. Qizlarimiz uchun Xitoy jenferlar, o'g'il farzandlarimiz uchun Xitoy jenferlarimiz 33 mingdan. Qo'limdagi Xitoy mahsulot bo'lgan katta razmerda shimlarimiz 60 ming so'mdan 50% 30 ming so'mga, bular esa 45 ming so'mdan 50% 23 ming so'mga to'g'ri keladi. Qo'yli filalimizda o'g'il farzandlarimiz uchun Xitoy qalin kurtkalarimizdan 50% 75 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Va 39 ming so'mdan qo'limdagi va orqamdagi har xil kurtkalarimizni xarid qilsanglar bo'ladi. Qo'limdagi bolajonlarimiz uchun Xitoy mahsulot bo'lgan qalin kombinezonlarimizni bor yo'g'i 76 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Qo'limdagi 30 minglik shapkalarimiz esa 15 mingdan. Qo'limdagi duvokalar hattoki aksiya narxidan ham arzon ketadi. Bor yo'g'i 23 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Qo'limdagi 45 ming so'mdan sotilgan bolajonlarimiz uchun shapkalarimiz 23 ming so'mdan bo'ladi. 50% chegirmada hattoki kolgotkilarimiz ham bor. 25 ming so'mdan sotilgan kolgotkalar 13 ming so'mdan, 45 ming so'mdan sotilgan Xitoy mahsulot bo'lgan kolgotkalarimiz esa 23 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. O'z qo'limdagi uflarimizda 50% 33 ming so'm bo'ladi. Filalimizda boshqa qatorimizdagi hamma uflarimizni 39 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Qo'limdagi krok stapchkalarni bo'lsa 15 ming so'mdan xarid qilasizlar. Chegirmalarimizni qo'yli filalimizda obzorini ko'rib o'tinglar. Qolgan mahsulotdan do'kon kelganinglarda bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Bizani kuzatishda davom eting. Yana boshqa filiallarimizga borib 50% chegirmadagi mahsulotlarimizni qo'yib boramiz.